Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede sizi gacırıyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugün ballarım, nevrilerim pazarga aylanıp gileyleyip çıkıp ketişti. Taşkırda yağmur yağıvatıdı. Bugün şuna bu kütüphanamda sözleşke emniyetler buldum. Bugün digidek taza keyfiyatım taza yaxşı emas. Bunun sebebini düşünemedim ya ki türmedeki ballarım, nevrilerim esimge keldi mi? Yaki Uygurlarning azır tatvatkan azap okubatları dünyada hiç kandak bir milletning beşiği bundaq kun kelgen emas vatandaşım. Her kandak millet özünün beşiği kun kelgende qiladigan gepini qilalagan, qiladigan ishini qilalagan, so'zlagan so'zini so'zlayalagan, lekin Uygur xalqining beşiği kelayotgan azap okubatni inson tasavvur qilib va bu to'g'rida bir yakun fikrni chiqarolmaydigan bir holda qoldi. Şundaq vaqtda keyfiyatımda menen sel özgürlüş olduğunu bilmeymen, lekin menen ayalım Batur, ayalım Rabia Kadir hazır Japonya'da siyasi faaliyeti ziyareti buluvatıdı. Bugünkü leksiyalarımızda sözlerimiz şundan keyin ahirda yana vaqt chiqarib vatandaşlar bilan billah muhokama qilamiz, hurmatli vatandaşlarım. Bugünkü leksiyamda Jungo Yeni Cahangir devlet deb ataldı. Bu gap qizg'in munozara qo'zg'adi. Mavzuga xabar 2 ayning 4 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Biz bu xabarning yoki shunga oid mazmunni o'tgan leksiyamizda biroz so'zlagan. O'xshash ba'zi ma'qullar, ba'zi mazmunlar o'xshash bo'lsa-mu, lekin xabarda yana farq bor. Şuna bugün ben sizlerge tayyorlab keldim. Mavzu mundaq. Jungo Yeni Cahangir devlet deb ataldı. Qizg'in munozara qo'zg'aldi. Mavzuga xabar 2 ayning 4 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi rakistirlarisin vazifa o'tayotgan mezgilda tunji qatim Latin Amerikasiga ziyoratga chiqdi. 2 ayning 1 kunidan boshlab 7 kunigacha Meksika, Argentina, Peru, Kolumbiya, Yamayka qatorliq Latin Amerika davlatlarini ziyorat qildi. Meksikaga ketayotgan yo'l oralig'ida 2 ayning 1 kuni davlat ishlar kotibi rakistirlarisin Texas shtatining Houston shahrida nutq so'zlab Latin Amerikasiga Yeni Cahangir devlet kerak emas deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi rakistirlarisin 2 ayning 1 kuni Houston, ya Texas shtatining Houston shahrida nutq so'zlab Latin Amerikasiga Yeni Cahangir devlet kerak emas. Jungo derhal Latin Amerika, Jungo del hazır Latin Amerikasida kechiringlar. Çin dastlab turib oldi. Jungo o'zining iqtisodiy ta'siri orqali bu rayonni, Latin Amerikasini o'zining ta'siri kuchi doirasiga oldi. Masala shu yerdaki Jungo buning uchun qanday badal to'lashi mumkin? Davlat ishlar kotibi rakistirlarining bu so'zi qizg'in muhokama qo'zg'adi. Jungo o'zini azaldan Cahangir devletlerinin tecavüzüne uçurgan devlet deb tasvirlab tashviq qilib kelayotgan Jungo edi. Bugün doyoqsizda Jungo o'zi davlat ishlar kotibi, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi rakistirlarining tarafidan Cahangir devlet deb ataldi. 2017 yılı 12 ayda Prezident Trump hükümeti tunji qatim davlat bexatarligi stratejisi doklati e'lon qilib 12 ayning 18 to'g'ridan-to'g'ri Jungoni mosha sohadagi raqobatchi deb bekitib, ya'ni siyosat sohasidagi raqobatchi deb bekitib, hatto tahdid deb ko'rsatgan. Jungo Amerikaning ta'siri kuchiga, qimmat qarashlari va iqtisodga xiris e'lon qildi deb hisoblagan. Amerikaning ta'siri kuchiga va Amerikaning davlat manfaatiga, qimmat qarashlariga
ve Amerika'nın iqtisadiga Jungo xiris e'lon qildi deb ko'rsatgan. Jungo Amerika'nın ta'siri kuchiga, qimmat qarashlariga va iqtisodiga xiris e'lon qildi deb ko'rsatgan. Dokladda mundaq deyilgan: Amerika'nın jonijon davlat manfaatini qo'g'daydigan strategik ishonchini endi asliga keltiramiz. 2017 yılı 1. ayının 20. günü Prezident Trump qasam berib, Amerika Qo'shma Shtatlarının 45. navbatlik prezidenti bo'lib, vazifaga o'tirganda Prezident Trump nutq so'zlaganda bugungi vazifaga o'tirish murosimi alayda ahamiyatga ega. Bugun biz faqat huquqni bir prezidentning qo'lidan yana bir prezidentga, bir siyosiy partiyaning qo'lidan yana bir siyosiy partiyaga elib berayotganimiz, o'tkazib berayotganimiz yo'q. Prezident Trump mundaq degan: biz bugun huquqni Washingtondan Amerika xalqining qo'liga o'tkazib berayotimiz. 2017 yıl 1. ayının 20. günü bu günni tarix cho'qim esida saqlaydi. Amerika xalqi yana bir qatam bu davlatning hukmroniga aylandi. Prezident Trump rahbarligida Amerika xalqi o'rnidan dast turib, haqiqiy xo'jayin bo'ldi. Jungo to'g'risida cho'chigidek so'zlarni qilgan yolg'iz Amerikada emas. Hozirgi paytda Jungo to'g'risi cho'chigidek so'zlarni qilayotgan yolg'iz Amerikada emas. Növbette Avustraliya matbuotlari xabar qilib, Avustraliya axborot organlarining Jungoni chekidan oshgan tahdid deb qatorga qo'yganligini ko'rsatdi. 2017 yılı 12. ayının 9. gün Avustralya'nın vaziri Malcolm Turnbull Xitaycha, İngilizce nutq so'zlab, Jungoning Avustraliyaning ichki ishlariga aralashganligiga zarba berib, 1949 yılı yangi Jungo qurilganda mundaq bir gap bor edi. Jungo xalq o'rnidan dast bo'ldi. Turnbull, vazir Turnbull navbatida yana Xitoycha so'zlab, nutq so'zlab nima dedi? Avustraliya xalqi ham bugun o'rnidan dast turdi deb ko'rsatdi. Siyosiy tuzumning afzalligini targ'ib qilib turadigan, hatto demokratiya va erkinlik ustozi bo'lgan, harbiy jihatda qo'lida kaltak o'ynatib turgan Amerika, Avustraliya qatorliq davlatlar nima bunda xotirjamsizlikni ko'p turdi deydi xabar yozayotgan Xitoy. Bu xabarni Xitoy yozyapti. Dovitor bitib bir qancha qatim aytdim sizlarga vatandoshim, bu esa Xitoyning kontrolligida Dovitor. Aldı bilen bu Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Amerika Jungo munosabati de Shirin aylanning oxirlashi vatqanligidan darak berdi. Aldı bilen Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Amerika bilan Jungo o'rtasida Shirin aylanning oxirlashi vatqanligidan darak berdi. Bu ish Shirin aylanın Amerika bilan Jungo o'rtasida Shirin aylanning oxirlashayotganligidan darak berdi. Va dostlar deb so'zlatgani siyosiy tuzumning afzalligini targ'ib qilib turgan, hatto buni o'q bo'ldi deb darak berdi. Oldi bilan bu ish shuningdan darak berdi. Prezident Trumpning Oqsaroyga kirib, davlat qo'rg'uvchilar, iqimi, siyosiy sarxillari bilan murassaga keldi. Oqsaroyga kirib, Prezident Trump davlat qo'rg'uvchilari iqimi bilan siyosiy murassaga kelib, Amerikaning Jungo siyosati dal hozir an'anaviy dag'dan yo'lga qaytib keldi. Onundan qalsa Amerikaning Jungoni yangi jahongir davlat deb ataganligi, Avustraliya vazirining Avustraliya o'rnidan dast bo'ldi. Sen 49-yil o'rningdan dast bo'lgan bo'lsan, biz mana shunday o'rnimizdan dast bo'ldik deganligining kayni tarafida Jungoning taraqqiyotining ularga yoki ularning manfaatiga chekilganligini ko'rsatib berdi deydi xabar yozuvchi Xitoy apandi.
Cungo gumran bulududan tartıp, Cungo tehdidi geçe. Ondan Cungo tacavuz edigen geçe. Garip devletleri Cungo'yu özlüksüz besim işiltivatıdı. Cungo'nun yeni Cahangir devlet dep atalganlığı bugün Cungo tehdidi nezariyesinin yeni devirdeki en yeni bir terkibi kısmıdır. Yukarıda deyilip oldu endi hazır Cungo'nu Cahangir devleti geldik. Bu yeni devirdeki Cungo tehdidi nezariyesinin en yeni terkibi kısmıdır. İnsanlarda bolsun hürmetli vatandaşlarım aynı çağda 1980 yıllarda 20. 80 yıllarda Amerika Qo'shma Shtatlarda bir nafar prezident o'ttirg'i chiqqan edi, sobiq prezident, merhum Reagan. Şu vaqtda prezident Reagan shundoq deydi. Sobiq Sovetlar Kompartiyasi rahbarligidagi Sovetlar siyosiy tuzumi qartib bu hokimiyat Yavuz imperiya degan. Top-to'g'ri 28 yil o'tdi deylik hozir. Shuningdan hisoblaganda bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi uchun Cungo Jahongir davlati. Latin Amerikasiga Jahongir davlat kerak emas.